O'zbekistonda ish haqqi va nafaqalar, stipendiyalar yana bir bor oshiriladi. Bugun sizlar bilan O'zbekistondagi millionlab fuqarolarni qiziqtiradigan muhim yangiliklar haqida gaplashamiz. Prezidentimizning tegishli farmoniga muvofiq mamlakatimizda yana bir bor ish haqqi va stipendiyalar yana oshiriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring va ko'rishlar davomida like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat! Rasmiy qarorga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab budjet tashkilotlarida ishlovchi xodimlarning ish haqlari hamda talabalarning stipendiyalari o'rtacha 7% ga oshiriladi. Bu o'zgarishlar ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va boshqa budjet sohalarida faoliyat yuritadigan xodimlarga ham, stipendiya oluvchi talabalarga ham taalluqli. Shuningdek, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori ham yangilanadi va 1,360,000 so'm etib belgilanadi. Bundan tashqari O'zbekistonda bazaviy hisoblash miqdori 440,000 so'mga yetkaziladi. Bu ko'rsatkichlar ayrim to'lovlarni va jarimalar va boshqa hisob-kitoblarga ham ta'sir qiladi. Eslatib o'tamiz, bundan avval 2026-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar va nafaqalar ham 7% ga oshirilgan edi. Endilikda esa ish haqqi va stipendiyalarning ham oshirilishi ko'plab oilalarning daromadiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, ish haqqi va stipendiyalarning oshirilishi aholining xarid qobiliyatini qo'llab-quvvatlash, fuqarolarning daromadlarini bosqichma-bosqich ko'paytirish hamda ijtimoiy himoyani kuchaytirishga xizmat qiladi. Agar siz budjet tashkilotlarida ishlasangiz yoki stipendiya oluvchi talaba bo'lsangiz, yangi miqdordagi to'lovlarni 1-sentyabrdan boshlab olishingiz kutilmoqda. To'lovlarning aniq miqdori egallab turgan lavozim yoki ta'rif razryadi yoki stipendiya turiga qarab farq qilishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu yangilik haqida siz qanday fikrdasiz? Ish haqqingiz 7% ga oshirilishi yetadimi yoki kelgusida yana yuqoriroq oshishi kerak deb o'ylaysizmi? Fikringizni, mulohazalaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling, videolar ostiga like bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.